Onaga xizmat. Bir xasta ayolning 2 o'g'li bor edi. Aka-uka har kecha navbatlashib onalarga qarab chiqishardi. Uka o'z navbatchiligida ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'lar va bundan faxr qilardi. Bir kecha akasining navbatida: "Bu kecha ham dam ola qoling, men baribir tuni bilan uxlamay ibodat qilaman", dedi. Akasi rozi bo'ldi. Uka yarim tunda sajdaga bosh qo'ygancha ko'zi ilindi. Tushida unga bir ovoz eshitildi: "Akangning gunohlari kechirildi. Sen ham uning hurmati uchun afv qilinding. Men kecha-yu kunduz Allohga ibodatda bo'lsam, akam esa onamga xizmat qiladi xolos", hayron bo'ldi uka. "Shunda ham men uning hurmati uchun afv etilamanmi?" "Albatta, chunki onang muhtoj bo'lgan xizmatni unga akang qilyapti. Sen qilayotgan amallarga esa bizning aslo ehtiyojimiz yo'q".